Dadajon sizni juda sog'indim. Juda sog'indim deyapti. Eshityapsizmi? Dadasi sizni juda ham sog'inibdi. O'g'lingizni ko'rgan keling. 6 yildan beri o'g'lingiz dadasini ko'rmabdi. Hamma ota bolasini ko'rgani keladi. To'g'rimi? Kelganda ko'rsatmaysan. Bekitib olasizmi o'g'lingizni? Bekitib olmayman. Endi aytyapman-u, ichib nito keladi, to'g'risi, hali chiroyli kelmaydi-da. Ichib to'palon qilib keladi. To'palon qilib. Eng katta orzungiz nima? Uyli bo'lish. Farg'ona Kirgilida 5 yildan shag'i ijarada o'tiramiz. Eng katta orzuyim umraga borish. Bolalarimni dedamga berib bor. Mana Xudoga shukr. Mana shu yurtimiz orqali mana bolalarning ko'z yoshlarida ayajon meni qachon to'yim bo'ladi, mana o'g'il to'ylar beracağam. Qachon menga bunaqa chiroyli velosipedlar olib berasiz deb yig'lardi. Mana Xudoga shukr. Mana shu kunlarni ko'rdi. Mana o'g'limning ko'z yoshlari. Dadasi kelib turadimi ko'rgani bolani? Yo'q, kelmaydi. Dadasi bormi bolani? Bor, u boshqa turmush qilgan, bizni ko'rgani kelmaydi. Ikkita o'g'lim bor, Xudoga shukr. O'tgan yili katta o'g'limga qilib bergandilar, azam ekan. Tanjonlar sog' bo'lsin. Mana bu yil mana kichkina o'g'lim mana Eng katta orzungiz nima? eng katta orzum mana shu meni bolalarim xursandchiligi, ko'z yoshlari to'kilmasligi. Shularga Eng katta orzungiz nima? Odamda tiradi, o'tadi. Azam tog'amga o'xshash deyishyapti. Azam tog'a, Alloh rozi bo'lsin sizdan. Rahmat.